Hozir ekologiyani ta'siri juda ham ko'p, Behruz. Bunaqa bo'lmagan. O'ylang, mana buvilarimiz, oylarimiz tuqqanini eslaylik. Mana biza paytda ham bunaqa bo'lmagan. Nuqsonli homilalar kam bo'lardi. Genetik o'zgarishlar bo'lmasa, unaqa katta o'zgarishlar juda ham kam bo'lardi. Hozir ekologiya buzilib ketgan. Noto'g'ri turmush tarzini targ'ibot qilishyapti hozirda. Turmush tarzimiz o'zgarib ketgan hammamiz. Hamma tomonlama sog'lig'imizga ta'sir qiladigan joylar ko'p. Shuning uchun ham homilada o'zgarish ko'p. Men o'zim ham 3 ta farzandli bo'lganman. Allohga shukr, hech qaysi nuqsonli bo'lmagan. Siz o'zingiz nechta farzandsiz? Mening farzandim tengisiz. Sog'lomsiz, siz ham, siz uyingizdagilar ham sog'lom tug'ilgan, opalaringiz, akalaringiz. Atrofga qarang, unaqa bo'lmagan. Hozir lekin unaqa emasda. Hozir qaraysiz, normalnilar bor-da, to'g'ri, ko'pchilik normalni, lekin baribir ko'p nuqson. Hech bo'lmaganda bir kunda 2 ta nuqson ko'rasiz-da, Behruz. Misol uchun 20 tadan 2 ta degani shunda necha foiz bo'lyapti? 10% bo'lyaptimi? Примерно 10% ga to'g'ri kelyapti.